Yaxshimsizlar, ko'pincha poloxonlarning oldida o'ssanglar yoki ichi kirpocha guppidi mizlik polo puraydi yoki poloning mi puraydi. Buning asosiy sababi nima? Bu poloxonlarda pologa 5-6 xil mayni birlashtirib, pologa tam kirgizgan, mizlik bo'lgan puroq kirgizgan mush poloning miyini tanshaydi. Bugun mush poloning may tanshash usulidan tanishib chiqamiz. Haqsiz yurak bilan alt raqamlarni aymay besib qo'yinglar, qo'llash bek oddiy do'stlar. Bu pologa biz 5 xil may bilan may tanshaymiz. Buning asosli ko'proq ishlatadiganimiz qichi miyi, uningdan keyin zag'um miyi, zarangiz miyi, zig'ir miyi, gazir miyi, ya'ni shumishkining miyi. Mushu maylarni muvofiq miqdorda o'zining mushu gram soni bo'yicha tayyor qilib olamiz. Uningdan keyin bu maylarning hammani birli qozonga to'kib qizitmaymiz. Hammani ayrim jingilib olgandan keyin ayrim qizitib mayni yuqori pallaga chiqib maydagi bir xil sesiq puroqni chiqarib o'tamiz. Uningdan keyin bu maylarning puruqini ayrim chiqarib bo'lgandan keyin bir tal cho'ng qozonga to'kib yoki tangolarga to'kib, buningga bosh piyoz, zanjibil, samsaq, uningdan keyin puroqlik dori-darmonlarni selib, buni 2 soatdan 3 soat atrofida qaynatish orqali bu pologa mizlik bo'lgan poloning miyini tanshab chiqamiz. Oxirida meni qo'llayotgan barliq mastalarga mush poloning miyini tanshash, uningdan boshqa anjam polo, go'sht polo, hozir to'rlarda mod bo'layotgan alohida quvvat polo, ya'ni yigit polomi deb qo'ydikka, mush 3 xil polo etish, uningdan keyin mush poloning o'lchamlik may tanshash usuli, shu usullarni 100 ko'y ajr haqiga biz o'rgatib qo'yapmiz. Shu faoliyatdan foydalanib, men o'lchamlik polo etishni o'rganay deydigan do'stlar, fursatni ching tutib, undidor qilsanglar bo'ladi. 1-4-9 126 146 bir tal yurakni berib qo'ying, alt raqamlarni yo'llab qo'ying.